Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. İzəs səmâ'u fatarat və izəl kəvâkibun təthərat. Osmon yerilgan çağda, yulduzlar tökülgan çağda. Və izəl biharu fuccirat və izəl quburu bu'thirat. Denizlar bir-biriga qo'shilgan çağda. Qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan çağda. Alimat nafsum ma qaddamat və əxxarat. Har odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ya eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ey inson, seni merhametlik Parvardigoringga osiylik qilishga nima oldi? Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O seni yarattı, a'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Seni o xohlagan shaklda qurashtirdi. Kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin. Hargiz unda qilmanglar. Ya'ni Allohning karamiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kuffarlari, balki sizlar dinni inkor qilasizlar. Holbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uvchi farishtalar bor. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ular Allohning dargohida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. Ular qilmishinglarni bilib turdi. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mo'minlar shak shubsiz jannatda bo'ladi. Kofirlar shak shubsiz dozoqda bo'ladi. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Ular qiyomat kuni dozoqqa kiradi. Ular hargiz dozoqdan ayrilmaydi. Wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. O kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'ldan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir.